Assalomu alaykum hammaga. Biz bugun Toshkent viloyati Ohangaron tumani imtihon markazidamiz. Chirchiq avtomaktab. Bugungi natijalarimiz, biz natijalar bilan gapiramiz. Avtomaktab Sardor aka 20 tadan 20 ta. Avtoshkola 20 tadan 20 ta. Sardor aka degan 20 tadan 9 ta. 20 tadan 20 Sardor aka rahmat. Avtoshkola deganda 20 tadan 20 ta. Avtomaktab 20 tadan 20 ta. Avtomaktab Nomeradi 20 tadan 20 ta. 20 tadan 20 ta. 20 tadan 20 ta. Chirchiq avtomaktab 20 tadan 20 ta. 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 BC Sardor aka bilan Akmal aka institutiga rahmat. Men Xudoyberdi Bag'ramov Chirchiq avtomaktabda o'qidim. Chirchiq avtomaktab zo'r. 20 tadan 20 ta topdim. Sardor akaga alohida rahmat. Ekzamen topshirdi 20 tadan 20 ta xudo xolasa. Sardor aka ayrim rahmat. Chirchiq avtoshkola nomer 1. Chirchiq aholisi, siz tayyormisiz? Oqoq hududida joylashgan avtomaktabda bir haftalik ekspress kurs sotib oldim va 20 tadan 20 ta qo'lga kiritdim. Siz ham tezroq harakat qilib qoling. Chirchiq avtomobil o'quv ishlab chiqarish kombinati Oqqovoda joylashgan Chirchiq avtomaktab 41 BC guruhidan bugun imtihon natijalari, bizda faqat natijalar gapiradi. BC 41, молодцы. Zo'r.